2025 yil 25 aprel o'zimiz yangi bog'imizdamiz. Ko'chat ekdik. Ko'chat ekkandan keyin tepa tomonida novda chiqarmagan, qo'rin qismida chiqargan shoxlarni yangi ekilgan ko'chatlarda bo'ladi bu. Kesib qo'yasizlar. 3 ta shox qo'ysalaring mana. 3 ta shox qo'ysalaring bo'ladi. Mana shu holatda tepasini kesib tashladik. Hop, mana bu gilosimiz. Mana qo'rin qismidan chiqargan shoxlarni mana olib tashlaganmiz. Va mana ko'chatimiz. Mana shoxtolni mana qo'rin qismida chiqargan va tepasidan mana chiqargan shoxlari bor. Agar sizlar pastdan shoxlatmoqchi bo'lsalaring, mana shu holatda olib tashlasalaring bo'ladi. Mana pastdan chiqargan mana ko'chatlardan chiqqan shoxlarni olib tashlab mana turli qilib qo'ysalaring bo'ladi yoki mana olib tashlab turib 3 ta shox qo'ysalaring bo'ladi. Mana bu ko'chatimizda mana endi chiqaryapti. Mana bu tomonda chiqargani yo'q va mana pastlardan chiqargan. Bu holatda sizlar tepa tomon qismini olib tashlab, past tomondagi shoxlarga qo'yishlarini maslahat beramiz. Sababi tepa tomonga nam yaxshi yetib bormaydi. Past tomondan chiqargan shoxlarda rivojlanishi yaxshi bo'ladi. Shu holatda kesib qo'yasizlar va yana pastdan chiqargan shoxlarni olib tashlaysizlar. Mana bu gilosimizda ham tepa tomonda mana shoxlar baklari mana rivojlanishi past tomonida mana yaxshi rivojlanyapti. Tepa tomon qismini olib tashlab mana past tomonga qo'yib qo'yamiz.